5 ta bola birma-bir tashlanishadi va oxirgi 5-bola kelib yuragiga sakrab tepadi. Toshkent shahridagi maktabda sinfdoshlari tomonidan kaltaklangan o'quvchi qizning onasi holat yuzasidan tegishli chora ko'rilmayotganini aytib murojaat bilan chiqdi. Murojaatga ko'ra, holat joriy yilning 20-sentyabr kuni Sergeli tumanidagi 300-sonli maktabda yuz bergan. Poytaxt maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasining ma'lum qilishicha, darsdan so'ng 4-sinfda o'qiydigan o'quvchi qiz va sinfdosh o'g'il bolalar o'rtasida dahanaki nizo ortidan janjal kelib chiqqan. Maktab ma'muriyati voqeadan so'ng hudud profilaktika inspektori va maktabga biriktirilgan inspektor psixologlarga xabar bergan. O'rganish natijalariga ko'ra, 2 o'quvchi bolaning ota-onasi tegishli javobgarlikka tortilgan. Idora xabarida bu kabi holatlarga qayta yo'l qo'ymaslik maqsadida ota-onalar bilan yig'ilish o'tkazilib, tushuntirish ishlari olib borilgani hamda maktab direktori va mas'ullarga intizomiy chora ko'rilgani qayd etilgan. Qizaloqning onasiga ko'ra, unga farzandini tepgan 2 o'quvchi maktabdan haydalishi aytilgan. Janjalda ishtirok etgan yana 3 nafar o'quvchi bilan tegishli tashkilotlar suhbat olib borishi bildirilgan.